Assalomu alaykum azizlar. Sizlar bilan oftalmologiyada eng ko'p uchrovchi kasalliklardan biri konyuktivit haqida gaplashib o'tamiz. Bu o'zi qanaqa kasallik, uni keltirib chiqaruvchi agentlar, qanaqa turlari bor, biz qanaqa qilib konyuktivitlarni bir-biridan farqlaymiz va davolanishi haqida qisqagina gaplashib o'tamiz. Endi azizlar, biz konyuktivit kasalligini gaplashishdan oldin konyuktivani strukturasini bilishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda bizga berayotgan narsa, ya'ni konyuktivani strukturasida ko'z anatomiyasi ham berilib o'tilgan. Biz qovoqlar haqida ma'lumotga egamiz, ya'ni palpebrada bizda o'sha kiprigimizni tutib turuvchi narsa, ko'zimizni himoya qiluvchi narsa bu. Biz bronxni ta'sir bo'lsa darrov yumib olamiz. O'sha palpebra deyiladi. Va bizda konyuktivada superior palpebral konyuktiva, ya'ni yuqori qismi va inferior palpebral konyuktivalar farq qilinadi. Endi ko'zimizni soqqasini ham old tomondan, ya'ni old qismini ham konyuktiva o'rab turadi. Ya'ni buni bulbar konyuktiva deb ataymiz. Bulbar konyuktiva. Demak, 3 xil konyuktiva farq qilinadi, 2 xil konyuktiva farq qilinar ekan va 3 xil joyda uchraydi ekan. Yuqori, pastki palpebral konyuktiva va bulbar konyuktivalar farq qilinar ekan. Demak, mana shu ko'z konyuktiviti ko'zni oldingi va qovoqlarning ichki qismini qoplab turuvchi yupqa shilliq qavatda yallig'lanishi ekan. Endi bu yerda ma'lumotlarni birin-ketin gaplashib o'tsak. Ya'ni inflammation of conjunctiva, ya'ni red eye degani qizil ko'z degani. Qizil ko'z deganda darrov ko'rsalaringiz ko'zi qizil bo'lsa, hali konyuktiva diagnozini qo'yishga shoshilmanglar, chunki oftalmologiyada ko'pchilik kasalliklar ko'zni qizarishi bilan birgalikda keladi. Va bizda 3 xil farq qilinadigan holat bor. Ya'ni biz allergik konyuktivit ko'ramiz, bakterial konyuktivit ko'ramiz va viral, ya'ni virusning konyuktivitlarini ko'rib chiqamiz. Endi biz allergik konyuktivit haqida gaplashadigan bo'lsak, mana shu joylarga e'tibor beringlar, chunki muhim pointlar hisoblanadi. Bir-biridan farq qiluvchi asosiy diagnostik muhim ma'lumotlar hisoblanadi. Allergik konyuktivitda boshqalardan farq qilinadigan jihati bu itchiness, ya'ni ko'zda qichish bo'ladi. Ya'ni ko'z ham qizargan va ham qichish bilan birgalikda keladi. Va bilateral bo'ladi. Mana shuni unutmanglar, ikki tomonlama bo'ladi. Allergik konyuktivitda bir tomonlama bo'lmaydi. Doim qichish bilan va ikki tomonlama bo'lar ekan. Endi biz bakterial konyuktivit haqida gaplashadigan bo'lsak, ya'ni pasyapti, bu yerda doim yiring bilan birgalikda keladi. Ya'ni ko'zdan sarg'ish yoki yashil ajralma chiqadi. Ikkita ko'zda ham bo'lishi mumkin va azizlar, bu yuqumli. Shuni unutmaylik, bu yuqumli hisoblanadi. Endi buni davolanishi haqida gaplashadigan bo'lsak, bu antibiotiklar bilan davolanar ekan. Treat with antibiotics. Mana shular bilan davolanar ekan. Va azizlar, oxirgi ko'radiganimiz turlardan biri bu viral, ya'ni virusli konyuktivit hisoblanadi. Bu aytyapti, ya'ni most common, eng ko'p uchrovchi turlardan biri ekan, ya'ni most common ekan. Va buni asosan often adenovirus. Adenoviruslar ko'zatadi. Ya'ni eng ko'p uchrovchi etiologik agenti bu adenoviruslar hisoblanadi. Va bu yerda aytyapti, bu biz qanaqa qilib buni ajratishimiz mumkin? Sparse mucus discharge. Ya'ni ko'zdan kamdan kam holatlarda shilliq ajraladi va azizlar, bitta narsani unutmanglar, bu yiringli, xuddi o'sha bakterial konyuktivitga o'xshash sarg'ish yashil ajralmalar chiqmaydi. Ya'ni o'sha shamollash yoki virus infeksiyalar bilan bog'liq ko'z qizaradi, suv ajraladi. Sal tomog'im og'rigan. Va bu ham azizlar yuqumli. Shuni unutmaylik, bu ham yuqumli. Va periaurikular sohalarda, ya'ni nodlarda, tugunlarda shish kuzatilar ekan. Periaurikular, ya'ni quloq oldi sohasi, o'sha sohalarda limfa bezlari nima bo'lar ekan? Shishlar kuzatilar ekan. Va lacrimation, bu ko'zdan yosh oqishi kuchayadi. Boshqalarga nisbatan o'sha lacrimation, ko'z oqishi virusning konyuktivitlarda ko'proq bo'lar ekan. Va self resolving deyapti. Bu
tez o'tib ketuvchi, ya'ni davolamasak ham o'tib ketadi. Ya'ni davolash talab etilmaydi, lekin allergik bakterial konjunktivitlarda albatta davolash talab etiladi. Endi keyingi slaydlarga o'tkazadigan bo'lsak, bizda o'sha virusning konjunktivit bilan bakterialniy konjunktivitni bir-biridan diagnostika qilyapti. Nimalarga e'tibor beramiz deydigan bo'lsak, azizlar, bu yerda hozir virusning konjunktivit va bu yerda bakterialniy konjunktivitlarda o'sha bir-biridan farqlab beryapti. Endi virusning konjunktiviti haqida gaplashib o'tadigan bo'lsak, bu yerda ko'ryapsizlar, konjunktivasi qizargan. Bu yosh bola sifatida ko'rsatyapti, konjunktivasi qizargan. Ya'ni red A'da shuni aytadi. Va bir tomonlama, ya'ni unilateral, bir tomon, ikki tomonlama ham bo'lishi mumkin, lekin ko'pincha bir tomonlama bo'ladi. Va tearing without purulence, ya'ni ko'z oqishi bo'ladi, yiringsiz, ya'ni yiringsiz ko'z oqishi bo'lar ekan. Mana shu jihatlarni biz ahamiyatga olishimiz kerak. Ya'ni ko'zda ko'z oqishi bo'ladi, kam miqdorda va yiringsiz bo'ladi. Endi bakterialniy konjunktivitga agar e'tibor beradigan bo'lsalaringiz, bu yerda inflamed konjunktiva, ya'ni konjunktiva yallig'langan, ya'ni qizarib turibdi, shishib turibdi va bu yerda o'sha qalin oq yoki bizlar tepada gaplashdik, sarg'ish, yashil ajralma bo'lishi mumkin, oq ajralma bo'lishi mumkin, discharge bo'ladi. Bu yerda ko'rib turibsizlar. Mana yerda chizyapmiz. Bakterial konjunktivitda asosiy o'sha boshqa konjunktivitlardan ajralib turuvchi farqiyati shu. Ya'ni bola ertalab turadi, ko'zini ocha olmaydi. Ko'zi bir-biriga yopishib qolgan bo'ladi. Ya'ni yiring sababli bo'ladi bu ham. Ko'zi bir-biriga yopishib qolgan bo'ladi. Va o'sha viralniy allergik konjunktivitdan farqli jihati shu ekan. Ya'ni allergik konjunktivitda bir tomon, ikki tomonlama, ko'zlar qichishi bilan birgalikda keladi, bakterialniyda yiring o'qishi va viralniyda esa asosan kamroq, faqat ko'z qizarish bilan birga ketishi mumkin ekan. Shuni bilib olishimiz muhim hisoblanadi. Bu yerda pastda aytyapti, ya'ni ikki tomonlama bo'lishi mumkin. Ya'ni virusning konjunktivitlar ikki tomonlama bo'lishi mumkin, lekin o'sha bir tomonlama bo'ladi. Lekin allergik konjunktivitda deyapti, bir tomonlama bo'lmas ekan, ya'ni doimo ikki tomonlama bo'lar ekan. Mana shu jihatini inobatga olish kerak. Endi biz explanationni ko'rib chiqishimiz kerak. Qanaqa qilib etiologiyasi va davolanishi. Bu yerda azizlar, diagnoz qo'yish uchun bizga muhim bo'lgan jihati 3 ta narsani ko'rsatib qo'ygan. Salgina bizning o'sha notability programmamizda uzilish bo'layotganligi uchun ranglarni ajratish ham qiyin bo'lyapti. Endi bizda asosiy uchlovchilar azizlar aytdik, bakterial konjunktivitlar, viral konjunktivitlar va allergik konjunktivitlar hisoblanadi. Endi ularni keltirib chiqaruvchi agentlar bilan birgalikda gaplashib o'tadigan bo'lsak, Staphylococcus aureus muhimlari eng ko'p qo'zg'atadiganlar, ya'ni common etiologies, ya'ni asosiy eng ko'p uchraydigan qo'zg'atuvchilar va Staphylococcus pneumonia va Pseudomonas. Bu Pseudomonas asosan kontakt lenslarda, ya'ni ko'ziga har xil linzalar qo'yganda yoki lens almashtirganda bo'lishi mumkin ekan. Va biz buni davolashimiz mumkin ekan eritromitsin ointment bilan. Ya'ni eritromitsinli mazlar bilan davolasak bo'lar ekan. Yoki bu yerda aytyapti polymyxin trimetoprim drops, ya'ni tomchilari bilan davolasak bo'lar ekan. Asosan Staphylococcus aureus yoki Streptococcus pneumoniani mana shu eritromitsin mazlari yo polymyxin trimetoprim tomchilari bilan davolasak bo'ladi. Albatta bemorda holatdan kelib chiqib mazlarni ichini hal qo'llaniladi yoki qancha miqdorda tomchi tomiziladi, necha mahal buni davolovchi vrach hal qiladi. Yoki ftorxinelon gruppasidan bo'lgan tomchilar, mefloxaxin, ciprofloxacin, ofloxacin bo'lishi mumkin. Va shular asosiy davoda ishlatiladigan dorilar, ko'p ishlatiladi bular. Va viralniy
Konjunktivitda biz asosiy tepada gaplashdik. Most common bu nima hisoblanadi? Adenovirus hisoblanadi. Adenovirusli konjunktivit deyiladi o'shaning uchun. Va biz gaplashdik self resolving, ya'ni davolamasa ham o'zi bilan o'zi yaxshi bo'lib ketadi degandik. Va asosiy davolash usuli azizlar, bunda biz supportive care qilamiz, ya'ni yordam beruvchi, qo'llab-quvvatlovchi davolash qilamiz. Qanaqa deydigan bo'lsak, bu yerda aytyapti, ya'ni warm and cold compress, ya'ni issiq yoki sovuq kompresslar qo'yish kerak ekan. Va lubricating drops. Lubricating dropsda azizlar bu o'sha ko'zni namlantiruvchi dori vositalari. Buni ham bemorda o'sha holatiga qarab tanlanadi. Ya'ni mo'si tanlanib bemorga yoziladi. Va azizlar, allergiya konjunktivitda bizada etiologiyasini aytyapti. Etiologiyasida airborne allergens, ya'ni havoda uchrovchi allergenlar. Misol uchun polyutantlar bo'lishi mumkin, polyerlar bo'lishi mumkin, har xil changlar bo'lishi mumkin, mikrobli changlar bo'lishi mumkin. Endi va pet dander, ya'ni hayvonlarda tuklari deydigan bo'lsak, pixlari, tuklari, hayvondan o'zida ham chang bor. O'sha hayvonda mana shu tuklari ham allergik xususiyatga ega. Ayniqsa mushuklarda bu narsa ko'proq. Mushuk itlarida. Endi hamma hayvonda bo'lishi mumkin. Va davolanishda biz nimaga e'tibor beramiz? Antigistaminlar beramiz. Chunki allergik holat bo'lganligi uchun antigistamin dori vositalarini beramiz. Va bu yerda davolanishida decongestant, ya'ni bizada shishlarni kamaytiruvchi, o'sha sohadagi shishlarni kamaytiruvchi yoki mast sellarda nima deydi? Stabilizer qilish kerak. Shunaqa dorilarni beramiz. Chunki antigistamin dorilarning berilishini sababi gistaminga qarshi bo'lgan, ya'ni gistaminlarning miqdorini kamaytirish kerak. Allergik reaksiyalarda asosan gistaminlarning miqdori oshadi. Va qichishish bo'lishi shu hisobidan azizlar. Biz tepada gaplashib o'tdik-ku, ya'ni o'sha qichishishlar sodir bo'ladi. Va olopatadin degan dorimiz bor va ketotifen degan dorimiz bor. Bularda o'sha oftalmologiyada ishlatiladi. Ketotifen hammaga tanish bo'lsa kerak. Olopatadin bu o'sha tomchilar tarkibida bo'ladigan dori vositasi hisoblanadi. Dorivor modda hisoblanadi. Ya'ni bir-biridan farqli jihatlari shu, allergik qanaqa, viralli qanaqa, bakterialli qanaqa va ularda biz davolanishi haqida ham gaplashib o'tdik. Davolanishi va eng ko'p uchrovchi etiologiyalar bilan batafsil gaplashib o'tdik. Bizlar